Assalomu alaykum hammaga do'stlar, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Bugun yana sizlar bilan FUS kanali. Bugungi mavzumiz hozirgi kunda dolzarb bo'lib turgan CapCut Pro versiyasi va Telegram Premium. Ajoyib bot top qo'ydim. Men sizlarga har doim zo'r botlarda, zo'r videolar chiqishga harakat qilaman. Proseslardan bitta like, bitta komment, или podpiska bo'lib qo'yishlaring kerak. Tak, unda boshladik. Va biz Telegramga kirib olamiz. Telegramga kirib olganimizdan keyin biz poistga yordam bot deb qidiramiz. Mana shu birinchi botga kirib olamiz. Kirib olganimizdan keyin biz start tugmasini bosamiz va bizga ikkita kanal beradi. Hozirgi kunda bu yangi bot qo'shilganiga где-то 2 hafta va biz 3 hafta bo'lib qoldi. Hali bu ya'ni funksiyalari yaxshiroq ishlab beradi. Tak, birinchi kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Bu yerda bemalol signallardan kirib foydalansangiz bo'ladi. Tak, ikkinchisi Javoh Vlogus kanaliga obuna bo'lib qo'yasiz. Ya'ni yangi ma'lumotlar, har xil yangi video kontentlarni shu yerga tashlab boraman. Va startni bosamiz. Startni bosganimizdan keyin bizga mana shunday menyu ochiladi. Menyuda nimalar bor? Birinchisi so'rash, ya'ni ilova nomini so'raymiz. Qanday ilova kerak? Misol uchun hozir dolzarb mavzudan bittasi, ya'ni dolzarb ilova bu CapCut Pro versiyasi. Mana CapCut Pro versiyasi adminlar ko'rib chiqadi. 1-2 minutdan keyin sizga alohida, ya'ni aloqaga chiqadi yoki tashlab beradi. Va bizga tashlab berdi CapCut Pro versiyasini. Uni aytgandek bemalol kirib foydalansa bo'ladi. Misol uchun buni ochib kiritib beraman. Hozir buni sketch boshlamiz. Mana bizga sketch qilib olingan bu bot. Hozir kirib ko'rsataman. Misol uchun botga kirib olamiz. Men buni o'rnatganman, ya'ni o'sha Pro versiyasini. Tak, misol uchun kirib olamiz. Kirib olganimizdan keyin mana Pro versiyasi, hamma narsa tekin. New video. Mana kirib oldik. Bemalol kirib foydalansa bo'ladi. Nima? Effektlar hammasi pullik. Marhamat, effektlarda ko'rsanglar bo'ladi. Hammasi tekin. Bemalol kirib foydalansa bo'ladi. Bu faqat Androidga ishlaydi. Ya'ni faqat Redmi, Samsung, iPhone'ni qo'llab-quvvatlamaydi. Mana hammasi tekin. Misol uchun mana kira olamiz. Ya'ni hammasi tekin. Prosta internet ishlamagan, ya'ni salgina sust ishlayapti internet. Bemalol rasmlari chiqib, qanday bo'lishligi ko'rinib turadi. Ammo Pro versiyasi tekin. Tak, misol uchun yana stikerlarga kirib ko'ramiz. Stikerlar ancha hammasi pulli deyarli. Stikerlarga kirib ko'ramiz. Misol uchun stiker. Hammasi tekin. Bemalol foydalansanglar bo'ladi. Mana hammasi tekin. Hammasi tekin. Bemalol foydalansanglar bo'ladi. Mana bemalol foydalansanglar bo'ladi. Tak, hammasi tekin. Men prosta internetim ishlayapti, prosta salgina sust. Bemalol mana shu formalar ochiladi, hammasi tekin. Hammasi tekin. Hammasi tekin bo'ladi. Hammasi tekin bo'ladi. Keyingi
bu tugmamiz menudagi nomer olish, ya'ni bu nomerlar virtual nomerlar hisoblanadi. O'zbekistonda esa Ozarbayjon, Amerika, Koreya, har xohlagan davlatingiz bor. Prosta bu yerda hozirgi nima deydi, top davlatlarga turgan nomerlarni joylagan botga bemalol adminga yozib 24/7 onlayn yozib olsanglar bo'ladi. Arzon nomerlarimiz ham bor, ya'ni Kolumbiya 10 mingdan boshlanib, hozir bu yerda aksiya ketyapti, ya'ni chatbotga yangi qo'shilgan obunachilarga birinchi foiz olayotgan nomerlarga 2% chegirma. Top o'yin davlatlar ham bor. Bemalol kirib foydalansanglar bo'ladi. Va siz spam bo'lsangiz, shu yerda so'rash tugmasini bosib, spam edim yozib qo'ysanglar, admin o'zi sizga murojaat qiladi. Bugungi videomiz shu. Agar keyingi xohlasanglar, keyingi videoga shu botdan nomer olib sizlarga ko'rsatib beraman. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar. F.uz kanaliga agar video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib ketish esdan chiqmasin. Mayli, sog' bo'lasizlar.